o'zini harbiy kuchlarni qo'ymaslik kerak. Hozirgi bo'lgan siyosat shunday bo'lyaptiki, nima emish? Rossiya mana shu atrofda yashayotgan davlatlarga, endi mustaqil bo'lmish davlatlarga, Birlashgan Millatlar tashkilotlarini a'zolari, teng a'zo bo'lmish davlatlarga uni chegarasini himoyalashga, qo'riqlashga yordam berarmish. Xo'p, man mustaqil davlat bo'lsam, men o'zimni xalqimga shu bizlar mustaqilmiz deb e'lon qilgan bo'lsam, o'z taqdirimizni qo'limizga olgan bo'lsak, o'zimizni iqbolimizni o'zimiz endi qanday xohlasak shunday quradigan bo'lsak, nima uchun bizlarning chegaramizni boshqalar qo'riqlash kerak? Chegarani qo'riqlaydigan kuch o'ziga nimani talab qiladi? Xolisona hech narsa bo'lmaydi bu dunyoda. Ya'ni tekinga kelib seni chegarangni kim qo'riqlab beradi? Qani bunaqa ahmoq? Keladi